Hadi TV kanalidan Sodir Jo'xligi imzo kompaniyasi sifatli ish deraza romlari haqida ma'lumot berishni boshlayman. Nima uchun ko'pchilik so'ragan joy? Ko'pchilik ayvonli joyni yopishga harakat qilishadi. Yopganda qanday yopish mumkin? Atena g'ishir urganman. Birinchidan baquvvat bo'ladi hamda bu tomonga bemalol fasadga ishlasa bo'ladi. Bu tomonda ham g'ishir urgan, eshikni alohida qilganmiz. Agar bitta fason bo'lsa, termo 65 dan bo'lishi kerak. Shuning uchun buni 6 metr ham termo 65 qilib, g'ish qilib baquvvat bo'lgan. Bu tomon 3 tomon bitta eshik, 1 kvadrat metr 110-120 dollar, eshiklarga 250-260 dollardan qimmatroq chiqadi. Energiya titan oyna. Ranglarimiz Sheffieldskiy seriya dub. Bu tomonda lapsha bo'lgan, ochilish qanoti 60, ikkita ko'ryapsiz, gluxoy katta qilganman, panorama. Chap tomondagi o'ng tomon bir-biriga moslaganman. Mana shunday ko'rishingiz mumkin. Bu tomon tepada forchkalar qo'yilgan. Nima uchun forchka? Bu oshxona bo'ladi. Forchkani ochamiz, makasning. Mana 6 metr yo'q ko'rishingiz mumkin. Sifati juda ham zo'r. Forchkani ochib qo'yganda xonadagi havo bemalol aylanaveradi. Xo'p, bu tomon nima uchun gluxoy? Sababi bu tomonda ikkita ochilish, ikkita forchka bemalol yetadi. Bu tomonda esa shart emas, yorug'lik uchun. Endi bu tomonga nima uchun? Podegonli qo'yilmas. Sababu bu yerda kafel qilinadi, joy masofa katta va kafel qilishdan sabab bu tomon gul terilar ekan. Gul terilganda kafel uzoq muddat xizmat qilaveradi bemalol. Eshigimiz termo 65, ochilish, yopilishiga alohida e'tibor qilasizlar. Ovozi ham chiqadi. 6,5 sm kosa qismi, добавочный rezina bor. Bu esa 7.3, ochilish, yopilishlar juda ham zo'r. Tepa qilamiz, qullanadi. Mana ochilish, yopilish juda ham zo'r holatda. Energiya titan oyna hozir xona ichkarisidan bemalol ko'rib turibdi. Petlari italyanskiy ustadan qo'ygan. Tepada framogalar bir xil ketgan, ko'rishingiz mumkin. Mana chekka bilan. Bu yer pol topshirib oldik. Sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli imzo kompaniyasi romlari kerak bo'lsa, bog'lansalar chiroyli qilib beramiz. Hozir tashqari qismidan bitta ko'rsataman. Mana hozir tashqari qismidan ko'rsangiz bo'ladi. Bir xil framoga qilingan. 6 metr ko'rinishi. Vodoslik joylari qo'yilgan. Va bu tomonda podstavочный profillari ham tayyor mana. Ochilish qismi. Bu tepada forchka ochilgan qismini ko'rsangiz bo'ladi. Idealni. Bu esa katta holatda. Energiya titan juda ham zo'r. Bizni kuzatishga davom etinglar.